işi. Ne buldun la acaba perfeksi ya? Ma lezzetli tortudun birini yiyen. Hey Dapsi, ma aldığın gün gelgen bala değme, ha? Oy çok jigit durup, şatutu dek, apam ahne degen, apam maan degen depli sözlep gitip bardı. Yoğun jigit olup kalgan deken, ha? Oy ma özünün fikri, özünün gitini kılmamdı değme. Boldu oyluğun la. Apsının gepini bek ağlaydıgan, kuluğu yumuşak bal eken de düşüne mi? Oy, apsının gipini bek anlısı mı? Hemen anlap geçiş bir hacettu. Aras. Bugün kiradigan meyman yoktu ha? Apa? Yaxshimisiz? Tepat turing. Mahkul. Chat oldu. Siz Qanday yaxshimi? Kelin, oturun. yaxshimi taqa qanday olib Eshitma, chiqma? yaxshimi, Salomat eshitma. qilasiz. Yaxshimi da. Qanday ekansiz? Amma da ya. Yaxshimi qanday olasiz? Qin o'tir. Rahmat. Oy tuyuqsiz mehmon boshlab kelibsan-ku. Ha qin. Atavarikning chayin damlab qo'yganda. Nima yap qo'yganda mehmonga? Qanday tezkizilsam. Salomat qilinglar. Yaxshi. Oldu. Qani. Ay, rahmat. Ha, çay içsen. Rahmat. Sizlar bilan ko'rishma deb turgan shonga. Oy, bek yaxshi bo'pti. O'zimiz qisqacha konuştirib o'tay. Men hozir shu rayonimizda qurug'uli uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin burandek taraqqiy qilib, shamoldek o'rganayotgan Yaşar Tüvütümen Soda Çeklik Şirketi'nin baş setiş direktörü. İsmim Puştukon. Oy bala. Oy ben kalpsken o. Oy yok yaş turupla direktör de. Oy bek yaxşı oldu. Hem de bu direktörlük ornuğa çıkmak mı asan iş emas. Ben oylayman şu her qanday bir kişinin ilki kelgüsü özünün tirişçiliğinin kildi emas mı? Şu tirişip degandek işte bu qaldı. Şu. Acayip yaxşı oldu. Bek yaxşı oldu. To'g'ri gap qildingiz. Andaqda bu chiqinglar tanishqili qanchalik vaqt bo'lganda? Bu ikkimizga naqsh kirib tasab qildik. Ma, to'shdi. Bek yaxshi oldu. Yaxshi tanishib qapsizlar. Sizmi gapni udulni deyaverib qolgan ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Undaq bo'lgandan keyin nima aylanib yurmay, naq gapindaymi? Qandaq dedim desa? Beraber. Sizning oylik maoshingiz qanchalikdir? Muşu oylik maaş qartamış savolni nayt yaxshi sordingiz. Hamda oylik maaş olganlar qarta hamda ozroq bir tushuncham bor bir shunga. Sizlar baq. Muşu men o'ylayman. Odamjon mush o'zining tirikchilik bilan kelgisini qo'lga keltirdi dedim emasmi abay? Shuning o'xshash mush odam yoshligini oylik maaş bilan bog'lab o'tib ketmasligi kerak. Çokum tirishqiniga tushliq bir natija qozonishga kerak. To'g'ri. Men o'ylayman, mushu oy tirishmay, oylik maash qarabla kun o'tkazdiganlarni, xuddi o'rin eshakni arvu qo'shib qo'ygandek ko'rinadi. Ya yo'l olmagan, ya arvu bikam. Shu.
To'g'ri gap qildingiz. Siz yosh bo'lgandan keyin o'zingizga ishonib, davomli tirishishingiz kerak. Shundaqmi? To'g'ri. O'sha endi oylik kirimni ilib etsak, men o'sha oyda eng tuvan bo'lganda o'ttir hisob bilan. Oylik kirimni ilib etsak, men o'sha oyda eng tuvan bo'lganda o'ttir hisob bilan. 50 ming deylik. Ha? 50 ming deylik. Bak yaxshi. Bak yaxshi-ku. Agar shundoq bo'ldigan bo'lsa, biror yilga yetmaylam, mushu shahardan bir yurish uy setib olamiz deysiz. Endi bu uy kelsak, bu shaharda bir to dacha, ikki to uy bor, shu yetarmiki? Yetmamdigan. Yetidi. Hammalariga yetidi. Bak yaxshi o'pdi. Oy qaram. Mushu bolalar xotirjam bo'lsa, bizmi xotirjam bo'lamiz-a? Bu ishimizning cho'ng'ishiga erishib bag'i qaram. Kunda hele bu yerimiz og'rib qolib ketadi-a? Oy, mushu bolalarimiz bir xotirjam uyni ayqib kelsa, jinni jon qilib kelsa, bizmi xotirjam bo'lamiz, o'zimizning paydo bo'lamiz-a? Bu og'riqlarimizning g'amini qilamiz emasmi? Bayangi gapingizdan qaraganda bir yeringiz og'rimda qanday? Beli chip ağrıp durdu. Oy ba'zi kunlar qopsam baqaram, yana qo'limning, yana putamning jini yo'q qopman. Balla. Mana sizda so'ngak shabanlashish, bilt umurtqa taqsi poltib chiqish, undan boshqa so'ngga o'silish alomatlari bor. Buning saqlasa qatti bo'lmaydi, bo'lmasa paralish bo'lib qolishimiz mumkin. Ha? Dediniz? Paralışlı adamsın. Bu amoyliqi men bulaqmish degan gapmi? Shunda tushunsak mi bo'ladi? Lekin bunga sal qarashga qatti bo'lmaydi. Oy roz. Oy bolam. Ay, menchi erkakka doktorxonaga bir tekshirtinglarchimi? Hey, yugan bosaq bo'ladi bo'lmasa. Hozir xato. Tutding xato. Bu doktorxona degan kasal davolaydigan yer emas. Nima? Emas. Oy bu doktorxona kasal davolaydigan yer emas deysiz-ku. Bu emisi imiş qilgan yer bor. Bundan tushunay. Ata-aytin japata deb doktorxonaga berib, necha ming pulga tekshirtsiz shundaqmi? Shunda? Onundan boshqa tekshirtib bo'lgandan keyin doktor davolaydi, yoki dori berdi, yoki yotoq tetsiz. To'g'ridir? To'g'ri. Biz gapning poskalisiga kelsak, shu sizlarning necha ming xajlab qo'yilgan diagnozni mana men qo'yibdim. Demak, endi davolashga kelsak, mana bu bizning shirkatning xalq orada noyt olqishga erishayotgan, pat yaqinda pay bozoriga silinmoqchi bo'lgan, nurg'unlagan ig'ir, parallich, miyib kasalliklarni o'rnidan yugurib turg'izayotgan bizning faxrlik mahsulotimiz Yaşar Vitamin saqlamlik ko'miladi. Bu Yaşar Vitamin degan mushu ko'milashning ismi nima bu? To'g'ri. Bu mahsulot bo'lsa, mushu sizlarga o'xshash yoshli cho'nglarda ko'p ko'riladigan bel bag'dudsizlash, so'ngak shalamlashish, so'ngak o'sivilish, bel umurtqa futbol deb chiqish, qon ozlik, qon besim, qonda moy ko'payilish, quloq og'rish, ko'z og'rish, burun og'rish, uningdan boshqa böbrek ojizlik, oshqozon ojizlik, o'pka ishlab chiqarish, kaynak chekinib ketish, uningdan boshqa ko'z og'rish, ko'z ojizlik, quloq anglamaslik, uningdan boshqa tishida daz, qapog'ida bez, uningdan yana boshqa saqaymaydigan dastlabki va oxirgi bosqichlik rak kasali, oqqan kasali, divanlik, tutqoqlik, balladagi bo'yi o'smaslik, kalsiy kamlik qatorliq kasalliklarga tut yiltizda davo bo'ladigan bizning eng faxrli mahsulotimiz. Uningdan boshqa odamning hujaylarini yoshartib, halatini urg'utadigan bizning faxrli mahsulotimiz Yaşar Vitamin sog'lomlik ko'miladi. Naqsi. John, vay. Hey, bu doğru da.
Muşu yer şerdeki her kandak insanın bedeninde körüldüğün kesellerinin her kandağını davalıydın da. Ne taptınız? Bek doğru oldu. Bunun bir, bunda paydıkamaydıgan, sakaydanmaydıgan bir keserlerimi var mı? Kemçiliği. Kemçilligi var. Muşu yaşanğanlardaki boy ösmesi karta taza bilim yaxşı. Lekin biz teşhirip tadqiq qilib yana yasavatımız yana qattık. Ma bo'ladi ekan baba. Ha? Bu elke rivoyatlardagi aşı iksirning ayağının dal o'zi ekan ma. Tun kesildi sakaydanman. Belli, ne taptınız emes bak. Bunun üstüne hazır zamanımızda rivayetlerdik işler emniyet yüz bir vakit demez mi? Meh aşı rivayetten julup eklip reallık taşıgan meslatımız. Allah olsa ben bunu hiç baksam fayda kalar. O tepti işkilenmem, herkes işkilenmem. Ben özümden o şahsi namım bile kapalı kılmam ki eğer asırakla tırnakçılık bir ekstensir bulduğu şup kalsa ben bütün meselelerini özüm üstüm kalı ben ulan izlep ben bile alakarsınız buldum. Oy rahmet Cumhur rahmet. Bek yaxşı oldu, bek yaxşı oldu ha. Oy siz mi kuruk geleyim ve avar opsuz tüzüstümü demem size Cumhur. Bunun başkını yani yakıştırmaz. Kandak yaxşı ya. Muşu bizning iste'molchilarimizning kuchli talabi bilan uningdan boshqa mushu to'sib olg'isiz ehtiyojiga qarata biz mushu sherikitimizdan qattiq o'ylashib muzokaralashib mushu vakolatchilik turidan birini yo'lga qo'ydik. Agar siz mushu mahsulotni ishlatib mushu bizning mahsulotimizni ishlatishdan sirt atrofimizdagi qo'lim qo'shni do'st birodar urug' tuqqan qatorliqlarga mushuni tavsiya qilib qilsangiz sizni bizning shirkatning haqsiz vakolatchiligiga qabul qilamiz. Uningdan boshqa mushu mahsulotning har bir qitmidan 300 yamdan payda beramiz. Yaxşı yaxşı. Ay yaxşı işlerken oy egerçi bunu men işi burasını ünümünü görsem etrafımdakiler çok tavsiye kılımı. Hay ulan işçimiz dep kalsa melinlar nakto ha? Mal bazarı bek işte yaman kız malço iste'molchilar shiddatlan iste'mol qilyapti. Lekin sizga lazım deb qalsangiz ben mashinalab to'kaman. Ay yaxşı yaxşı. Oy mana toyning barnisida yaxshi ishlar kayni urushib keldi. Toylar bulasın ha? Bu senin toy var mı de? Ha? Bana mı bak? Bana bak bizim şirketden məxsus yeniden toy kıldıgan er ayollar için tədqiq qilib işləgan er ayollar görürler. Bak siz gitmem. Sizin oyda toy var mı değil deysiz o. Siz nemi kelgen? Məsulat oluştuğu kelgen. Unutun başka kim? Sizlerin vakaletçi bulmasın dep kelgen. Uy toyunun işçi. Kas toyna. Hey bak kızımın işkimlerin toyucu. Vay çarşak kılma ne amma. Bu benim ayağım işki balam batırsa işki kotarsak olmaydı de. Uy hey. Senin bak işki balan madem, kotun madem. Neymiş ki azdırma benim kızımla. Ya ama hata şuşup kalmışsın. Ne kızınız ne ya azdırmadan. Şu beni kesmem tanışış emesmem mesela tanıştırış. Şununla bak kızınızla tanıştım. Öyle çoğuna bağımı ötsem badide şu silahı mışı tanıştırıp sataydı gel. Şu kegen. Açılan bana ya kalbise öyle kalır. Ya bak kalbisin bak. Bozuklara. Uy çok lan. Yok ha. Uy mane. Uy yapsız cahilikin. Seni yakışken dep kaptın etek. Bu kazzap. Ama vakalet olursunuz ben mesela pul verirdim ha. Hey herif bak yapmayın. Ya sizin İşim var. Tamam lan. Açsın anam vurma. Siz bek aldırar. Biz mi bikarmez? Undaq bo'lsa mendan so'raydigan savollaringizni tezroq so'rang. Mening faqat 20 minutlik vaqtim bor. Ma'qul. Naq gapni deyishayli, ta'kidlayli. Siz uyingizda tomoqlarni itib o'qishtirib, shundoq voyaga yetkazasiz, shundaqmi? Tomoq. Ha? Men lider turib uyda tomoq etamdim. Tomoqni uy xizmatchilari. Bundaqda
Andaqda tazlıqlığı özünüz qılasız? Məxsus uyumni tozlaydigan adamlar var. Voy, andaq mısınız sizge? Endi ma Batır çıkkınla münasibetlik sual soray. Toy qıgandan keyin neçi balı tuğmaqçı? Sizler neçi ballık bolmaq